Yana mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Jizzax viloyatida 2026-yil hosili uchun jami 67.600 gektar yer maydoniga chigit ekish rejalashtirilgan. Xo'sh, fermerlarimiz bu jarayonga to'liq tayyormi? Yer tayyorlash ishlarini sifatli bajarish uchun texnikalar shay holatga keltirilganmi? Mirzacho'l tumanida o'tkazilgan seminarda bu kabi savollar bilan qishloq xo'jaligi mas'ullariga murojaat qilindi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda bo'ladi. Ta'kidlash joizki, Jizzax viloyatida 2026-yil hosili uchun 24.000 gektarga Shinjon usulida 76 ga 10 sxemada qo'shqator holatda plyonka ostiga tomchilatib sug'orish bilan chigit ekish rejalashtirilgan. Buning uchun o'z navbatida zamonaviy syalkalardan foydalanish talab etiladi. Chigit ekish ishlarini qisqa muddatlarda yakunlash maqsadida viloyatga xorijiy davlatda ishlab chiqarilgan chigit ekish syalkalari keltirilgan bo'lib, bu o'z navbatida fermerlarimizga ishni sifatli tashkil qilish uchun katta yordam beradi. Jizzax viloyat hokimligi hamda tuman qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari, fermerlar hamda agronomlar, shuningdek mexanizatorlar ishtirokida Mirzacho'l tumanida o'tkazilgan seminarda ham ayni mavzu e'tibor markazida bo'ldi. Jarayonda chigit ekishga jiddiy hozirlik ko'rish bilan bir qatorda zararkunandalarga qarshi kurashish, tomchilatib sug'orishni tashkil qilish, yuqori hosildorlikni ta'minlash yo'lida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish borasida tavsiyalar berildi. 2026-yil chigit ekish jarayonida Mirzacho'l tumanimizda 12.500 gektar chigit ekamiz. Bunga barcha texnikalarimiz tayyor, shay holda. Butun 12.500 gektarga biz qo'shqator chigit ekish serkalarida chigit ekamiz bular. Tomchilatish orqali hammasini. Mana bugungi seminarda hozir 1 gektarga chigit ekilganda qancha ko'chat unib chiqishi to'g'risida mana tushunchalar berildi hammaga. Butun hozir hamma shundan xulosa chiqarib, tushunmagan joylarni bir-biridan fikr almashildi bu ushbu seminarda. O'ziga yetarlicha tushuncha olishdi hammasi. Seminar davomida har bir tumanda bahorgi dala ishlarini uyushqoqlik bilan tashkil etish va agrotexnik tadbirlarni belgilangan muddatlarda sifatli o'tkazish yuzasidan hisobotlar eshitildi. Shuningdek, chigit ekishga mo'ljallangan texnikalarni shay holatga keltirish, mexanizatorlarning malakasini oshirish kabi bir qancha vazifalar ijrosi tuman hokimlarining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari zimmasiga yuklatildi.